Qoraqalpoqnoma. Qoraqalpoq elim mudom, oq yo'l so'zini haq yo'l deydi. Haq yo'lida haqiqatga erishganlar rizqini yeydi. Yaratganning o'zi qo'llar tinchlik sevar elimizni, ezgu ishga mahkam bog'lab og'a inib elimizni. Oqqan daryo, oqqan misol, Orol dengiz ham to'lar. O'zbek Qoraqalpoq elan ko'chasida bayram bo'lar. Qo'ng'irotning davrug'ini butun ahli jahon bilar. Alpomishning avlodlari o'g'lonlarga omad tilar. Bobolarim yaxshi bilar, Mo'ynoq Shumonoy dashtni, Cho'pon cho'liq bu zaminda surar hayotning gashtini. Kegeyli va Qanliko'lning botirlari bo'lgan doston, borsa kelmas joylari ham endi jannat makon bo'ston. Amu daryo saxovatin bog'larida ko'ring mo'l-ko'l, mehmonlarga quchoq ochar, dasturxoni fayzli to'rtko'l. Beruniydek olim shunda tavallud topgan bir zamon, ilm izlab bola holda intilgandir Urganch tomon. Bu zaminda Abu Rayhon Beruniyning ruhi shoddir. Buyuk ajdodlar merosi yoshlar qalbida ham yoddir. Ibrohim Yusupov tilidan taralgan ayollari, xayolimda sahar-sahar esar shayxun shamollari. O'zbegimning uchinchi bir daryosi bunda jo'shturgan, Qizminayim qo'shig'idek dunyo qanday san'at ko'rgan. Necha yillar Alov Shayxun ko'prik egarga ko'nmadi, Sibir sovug'i kelmasa ham to'lqini aslo tovmadi. Qum sohillar qaror topmay o'zgarardi o'zan yilda, yo'lovchini o'tkazay deb samolyot turdi sohilda. Tarang zanjirga bog'langan param borib kelar edi, ming yillardan beri shayxun shamollari elar edi. Istiqlol tufayli azam ko'prik bunyod bo'ldi bunda, yo'lovchilar kutib qolmas, o'tish mumkin hatto tunda. Garchi ammo avvalgidek emas endi aso o'ynoq, baliqchilar shahri bo'lmay qoldi afsus endi Mo'ynoq. Sohil ketdi juda olis, ya'ni sohilning o'zi yo'q. Orolimning ko'kka boqqan, ulteran moviy ko'zi yo'q. Ko'tarilsa tuzli quyun, goh tik esar, goh yollab, sho'rxoklarga saksovullar qadaladi million-millionlab. Orol bo'yining shoiri edi keksa berdoq oqin, aytdi bunda vatan tutgan eli Qoraqalpoq og'in. To'lib bergan, qayt bergan Qoraqalpoqnoma tuzdi, roman trilogiya yozib, hatto o'zbeklardan o'zdi. Qo'ng'irot shahri vohida katta sanoat qal'asi, Qoraqalpoqning teng yarmi usturt suvsiz dasht dalasi. Ko'hna tamaddun beshigi, ochiq muzey 50 qala, tarixchilar ishxonasi, qanchalar ming yillik qala. Keng dalada yayrab yurar tuyalari do'non toyi. Muhammad Yusufdek shoir she'r o'qigan so'nggi joyi. O'tovni beshik, o'zini chaqaloqqa qilgan qiyos, 80 yoshga kirganda ham hajinyas. Vatan bizga ona erur, tirik chog'da o'lganda ham, firog'atda yurganda ham, quchog'ida bo'lganda ham. Vatan erur qora uy ham, koshki u qasr tandir o'choq, otang topib kelgan nonu, onang ochgan issiq quchoq. Qoraqalpoq uzuk bo'lsa, uning gavhar ko'zi nugus, yangi O'zbekistonda u chiroy ochar bekam ko'z.